Ahmet Özmeslen First Play kanalına ko'rsatilganidan xursand ekanki bugungi videomizga Fast Food Manager degan o'yinni o'ynayapmiz va o'yinni maza qilishlariga qaraymiz. Hop, birinchi o'ringa bizaga ish bajarishga, ya'ni butlarni tozalashga aytadi. O'yindan oldin ozgina o'ynab ko'rdim, o'rganish uchun. O'shaning uchun hozir tezroq bo'laman degan umiddaman. Men shuncha axir nega shuncha mushuk. Hop, nimadir olishim kerak ekan. Ha, tashlaymiz, olamiz, tashlaymiz, olamiz, tashlaymiz, olamiz, tashlaymiz, olamiz, tashlaymiz va ketdik. Endi narsalarni olib kelamiz. Hop, bu yerda odamlar turibdi, bu yerda nimalar yozilibdi. Ko'rmayman. To'g'ri yo'l yo'qmi? Mayli. Hatto birinchi apparatni olishimiz kerak ekan. Hop, okey. Shundan bitta. Hop, bitta oldi. Endi bundan storiesini olishga bundan ikkita olamiz. O'ttiz beshdan ikkita olamiz. Bo'ldi. Hop, endi kofe tayyorlashga narsalarni olamiz. Hop, bizga kofega bitta kofe, ikkita suv, ikkita shakar, ikkita stakan. Hop, keyin sutdan kerak. Sutdan ikkita kofe oldik. Yeter degan bitta narsa. Hop, kofe olamiz chiqsa. Hop, ketdi tez. Hop, odamlar o'tiribdi. Hop, apparatni qo'yamiz. Niye böyle koymalar taşmış? Qanday qo'yadi? Вообще bunga tushunmadim. Nimani boshqa qo'yilmayapti hozirda. Niye qo'yilmayapti? Qo'yilmayapti. Hop, nima bu? Chiq. Birinchi olib olishimiz kerak ekan. Bo'ldi, endi tushundim. Hop, ko'rkamlar, to'rtta stul,
hop o'tga ikkinchisi hatto ikki topib qo'yamiz-yu. Endi chiqdi. Hop o'tga apparat, past bunga suv, bunga pastga qo'yamiz. Sut qolgani marta tursin. Mana hop o'tda stakan, ikkinchisi zaxira. Hop keyingisi shakar. Hop qolgani pastga qo'yib qo'yamiz. Kofe qo'shamiz. Qolgani pastga. Bo'ldi, nima endi ochishimiz kerak? Och deydigan hop narxlab chiqmadi yozib o'tamiz. Narxlab chiqishimiz kerakligini qanday qilamiz? Hop bitta shu 5 chiqsa bo'ladi. Bo'ldi. Aka keling cho'tki kofe tayyorlab beramiz. Ishonib bunaqa kofeni ichmagansiz. Mana shu zo'r kofe. Kepkangizdan keling. Ishim keladi. O'zim hop qanaqa bu nima kofe? Ochman. Oddiy kofe. Hop bitta olamiz. Kofe. Potato bu. Hop sizga nima kerak? Sizga ham oddiymi? Hop sizga shakarli. Bo'ldi, hop sizga ham oddiymi? Sizga bitta shakarlimi? Hop kutib turing bro. 2000 ta tayyorlab beramiz. Hop mana kofengiz. Oddiy kofe. Biroz kutib turing. Hop tayyor bo'ldi. Buni qo'shamiz. Harakat tashlamasin. Buni boshqalarga aytganim yo'q. Sotishga chiqadi. Hop kelinglar cho'tki kofelar tayyorlab beramiz. Cho'tki. Olamiz. Kelinglar cho'tki kofelar bor. Bunaqa kofe ichmagansiz. Keling harbiy. Keling ishoning sizga asha kofega yo'q qoladi. Hop assalomu alaykum. Hozir 2 minutda tayyor. Sizga hop shakarli. Mustafa Shimaning yaxshi. Shuni ham to'p. Yo'qman. Vodka qanday to'kish mumkin? Vodka ichish mumkin. Hop bitta oddiy kofe. 2000 ta tayyor bo'ladi. Tursangiz. Shunday. Hop bitta sutli, bitta oddiy ekan. Hop bundan qo'shamiz. Qaysi biri? Hop nega bosish kerak? Hop bitta oddiy. Tayyor bo'ldi. Hop katta bitta sutli shakar bor ekan.
Hop tezroq tayyorlanamiz mana ochish mumkin. Halacha buni tashqi tasavvur qiling. Hop yaxshimiz toddiy profilga to'kmadinglar. Yo'q, mana tashlama so'raylar o'zing yaxshi tarasan. Hop tokiga qaraymiz. Qanaqa? Bitta oddiy hop mana olishingiz mumkin. Hop tezroq borib ikkita stul olib kelishimiz kerak. Chunki ikkita stul kamolimiz yo'qacha. Hop qayerda ikkinchisini hozircha zakazga yo'qolgan. Mana shunday ikkita oldi. Hop uchta zakaz tushdi yo'qmi uchta. Ulguramanmi ulgursam yaxshi bo'ladi. Hop tezroq. Hop mana bitta oddiy ekan. Ikkita sutli. Marta çünkü. Hakkı tuttum. Evet, dur bir gelişti biraz. Yani ne? Siz gelin üstlüğü. Hoppa ne? Sakal. Evet. Hareketli yapmak. Sırtaş kötü. Hop eline ikkita ustuni qo'yamiz. Hop bir endi nimadan solishimiz kerak hamma narsani. Hop suv bo'ldi, kofe bo'ldi. O'tamiz. Yaxshi. Hop tugab qolmasin, ketdi narsa olib kelamiz. Endi mayli endi. Tur. Ustini tashlama. Hop ketdi. Hop bola shu joyga yakunlaymiz video sizlarga yoqdimi albatta kommentariyada javoblarni yozib qo'yinglar. Bundan keyingi qiziqarli videolar albatta chiqarib bu videoning ikkinchi qismi albatta 10 ta like